Yaxshi, yo'q, uyimiz ham sovib ketdi. Jin ursin, mana bu yerda bizda o'tin kam qolibdi-yu, bizda aksiga olib instrumentlar ham yo'q. Jin ursin, endi nima bilan o'tin terib kelamiz? Axir biz o'zimizga narsalar yasashimiz kerak. Kelinglar birlikda narsalarni yasab olamiz. No'xatga mana bu yonib tursin, qolganiga biz birlikda anjom, instrument, balobatlar o'shanday narsalarni yasab olamiz. Xo'sh, yaxshi, mana shunday palkalarni olamiz va bizga attiga bir donagina kirga kerak bo'ladi. Jin ursin, o'zi juda ham sovqotib ketyapman boru. Yo, hammaga salom, sizlar bilan men Fermer Minecraft kanalida Astromik bo'laman va ko'rishingiz mumkin, tashqari juda ham sovuq, bir ikkita qor ham tashagandaja. Umuman qor yog'maydi bu yilda deb o'yladim boru. Вообще havo nechi ko'rsatyapti? -1 gradus. Juda ham sovuq bunachilar. Bilishinglar uchun mana bu pechka uyimiz isitib tursin, bo'lmasa men ozgincha tosh bilan bir yo'l o'sha tomondan daraxt terib kelaman. Xo'sh, yaxshi. Nimaga sen asabiysan? Jahling chiqyapti, yuzingdan ko'rinyapti. Menga yomon ko'rama, qor вообще yoqmaydi boru. Shu qorni yo'qotib olish kerak. G'alati-misan? Qor nimaga yaxshi, maza qilib bunda qor o'ynasak bo'ladi biz. Biz qishloqqa qor yog'ib to'lib, mana shu bo'yi kesin deyotibmiz. Sen nimaga xafa bo'lasan? Qor yog'masa men ko'chib ketaman. Agar bitta qor yog'sa men Hindistonga ketaveraman. G'alati ekansan. Ay bo'pti, bor yo'qali. Mana bu xursand. Yo, archi. Yo, bilet. Bitta kompyuter olmasam bo'lmaydi shekilli, bilet. Shu narsa mayli, xo'sh. Bilet. Yo, podpisчиклар bizga archa olib kelishibdi, archa kelibdi. Yo, endi qishloqda yangi yil kutamiz. Ko'ruvchi hozir fermalarga qarab qo'yish kerak. Suv уже muzlabdi. Bunachilar biz tezroq uyimizga narsalar terib kelib, bu tilkalar ham yo'q musulbayotdi. Ko'ruvchi narsalar tezroq terib kelib, keyin qilishimiz kerak biz. Fermalar yig'ishtirib, merga topshirib, bir yo'la merdan bir ikkita ma'lumotlar olishimiz kerak. Qatta shaxta, bosh shaxta, qatta shaxta, jin ursin. Bu yerlarda shaxta yo'q shekilli, shuning uchun pastga sirazi kovlab tushib ketamiz. Boshqa ilojimiz yo'q, o'zimizga instrument va boshqa anjomlarni yasab olishimiz kerak. Xo'sh, yana attiga bir ikkita bir yo'la lapata uchun ham olish kerak, sababi lapatasiz biz uyimiz yoniga tushgan qorlarni tozalab tashay olmaymiz. Shuning uchun bir yo'la lapata uchun ham olib olsak juda ham ajoyib bo'lgan bo'lar edi. Ну, хорошо, 13 yetadi bizga. Tak, mana buni bunday qilib olamiz va mana bu yerdan xohlagan bitta daraxtimizni shunday chopamiz va sirazi Yo-mayo, bunachilar. Mayli, shunday sirazi qilamiz va shunday sirazi biz Yo. Obunachilar, men nima qilib qiynalib yuribman? Men miyam sovuqdan muzlab qoldi shekilli. Obunachilar, what the fuck. Давайте kelinglar, bo'lmasa biz birinchi o'rinda tapornik va jinursun mana uni cho'p qilishimiz kerak edi. Adashman uzr obunachilar. Xo'sh, va bizga bitta kirka kerak bo'ladi va bizga lapata kerak bo'ladi. Okay, nice, hammasi chotki. Buni bo'lsa uyimizga olib ketamiz. Endi bo'lsa biz bu yerdan birozgina daraxt terib ketishimiz kerak. Bizga qora dublning daraxt kerak bo'ladi, chunki mana bu daraxtlar bizga hali ko'p kerak bo'ladi. Ya'ni qishloq hamjamiyati uylar qurishimiz uchun kerak bo'ladi. Qora daraxtdan esa hech kim foydalanmaydi. Shuning uchun qora daraxtdan mana bunday to'q rangdagi daraxt. Go'sh. Jinursun o'lib qoladi deb o'ylamadim. To'g'ri, chan so'zim mer. Siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, men o'ldirish niyatim yo'q edi. Sizdan men ma'ruza so'rayman, ishtirof tortmay, iltimos meni oyligim bering. Yangi yil yaqin, o'zimga sovg'alar olishim kerak. Kartamda ham atiga 1 million so'm qoldi. 1 millionga nima ham keladi bilasiz obunachilar. Mana obunachilarim yo'q, mana bir tiyin pulim yo'q. Mer, iltimos meni oyligimdan qizib qolmang. Xo'sh, yaxshi, kelinglar, mana bularni 20 ta qilib qo'ysak yetadi. Nice, давайте. Lekin mana bu archa, yo-moyo, tepasida yulduzchasi ham bor ekan. Sirazi merdiyoniga kirishimiz kerak. Nima tezroq aytdim, mana bu kolada ishlar qaranglar. Ahmoq jitirlar. Shuni ichatdim, men tashab ketaveradi. Qilib ichib. Jinusini yo'qotdi. Давайте endi mana bularni terib olamiz. O'zi mana unaqangi bo'lib muzlashni boshlabdi yer ham. Endi bo'lsa bu yog'iga bularni
Yo'q, bularda yetishtirib bo'lmaydi. Ya'ni polizlarda shunchaki yo'q qilamiz yoki birorta ilojini topamiz. Keling, mana bu muzlasini turib qo'yamiz. Xatiya bizning огородimiz yaxshiroq turishi uchun. Nu xatiyada qo'yaylik, let's go bo'lsa merdoniga kiramiz. Nima deyapsiz, bratan? Yo, assalomu alaykum qo'shnijon, nima gap sizni ismingiz ham esimdan chiqib qoldi to'g'risi bratan. Nima u xursandsiz bunchalik? Biz qishlog'imizda-chi qor yog'yapti, ko'ryapsanmi? Men juda ham xursandman, qor quramiz. Yo'q, bo'ldi, tushundim. Ha, mayli, xo'sh, хорошо, bo'lmasam siz bilan ko'rishamiz. Mayli, ko'rishamiz. Bo'pti, xayr, xo'sh. Obunachilar ko'rishlar mumkin. Bizning qishloq juda ham har xil odamlarga, ya'ni har xil qishloqlarga, jitorlarga to'la. Chunki ko'rishlar mumkin, bunisi xursand, unisi xafa, jiyon ursin, merlidan nima o'ldi ekan. Assalomu alaykum janob mer. Senga taqillatib kirdiganman-ku. Jiyon ursin. Taq mer kirsam bo'ladimi? Ho. Ovozini o'xshatolmay qoldim, bilasizlar. Sirasi kelib qoldi-da, onasini ham. Xo'sh, obunachilar ahamiyat bermaysizlar, bu joyni kerak bo'lsa qirqib tashlayman yoki o'zgartiraman. Tomog'imda o'zi xatolik bo'lyapti. Assalomu alaykum janob mer, nima qilamiz bu qishloqda? Nimadir qilamizmi? Ha, bu qishloqni biz arqamdagi uydagi archani bezatishing kerak va yonidagi mana bu shkafda kerakli narsalar bor, qishloqni bezatib chiqishing kerak. Ertaga juda ham ko'p qor yog'adi deb eshitdim. Yo'q, bizni qishloqda o'tgan yili umuman yog'magandi, bu yili sal-pal yog'di desak, nima deyapsiz janob mer? Tizza bo'yi va tizza bo'yi yog'ar ekan, shuning uchun tayyorgarlik ko'rib ertaga yangi yil qilamiz. Ya'ni ertaga yangi yil qilamiz, shunga bezatishing kerak. Bugun mana YouTube'da montajim bir ikki narsalarim bor edi. Bular tursin. Ertaga qishloqda ertalabda vaqtla turib polni bezatib chiqaman va ertaga ko'rishamiz janob mer. Bo'pti, o'z arabaga keluvdim bitga. Yo'q, sal qolsa esimdan chiqib qolardi. Mana bu markovkalarni sizga berishga kelgan edim. U xatiya bo'pti, xayr janob mer. Siz uchun mana go'sht ham olib keldim. Bu go'shtni qayerdan olding? Hech kim o'zimiz mollarni o'ldirmadingmi? Yo'q, o'zimiz mollarni bas shahardan sizga dostavka qildim. Уже bilasiz, dostavka, Estronomika dostavka degan bitta servis bor, u juda ham tez ishlaydi. Ha, tushundim, bo'pti. Xo'p, mayli, xayr. Ko'rishamiz janob mer. Obunachilar yana bizni bo'ynimizda. Bu ishlar yana bizni bo'ynimizda. Qishloqda bezatib chiqish kerak o'sha obunachilar. Biturardim qamaydi. Obunachilar o'zi charchayotibman, ishlarim boshimdan toshib yotibdi. Bitta malobatlar ishlari, mana bu firmasi ham boshidan qolsin obunachilar. Montajim yotibdi, men bu yerda dizayn qilishim kerak obunachilar. What the fuck obunachilar? Просто bomba. Ne xatiya qamayli obunachilar, kelinglar biz o'tirib birozgina montajimizni qilamiz. Let's go. Ertaga ko'rishib Sizlar bilan Estronomika va bizda ikkinchi kun уже qor yog'yapti obunachilar. To'xtab qolmabdi. Men bitga qarab to'xtab qoldimmi deb o'ylabman. Ha, mana bu daraxt to'sib qolyapti ekan ozgina. Nuqatga hamaylar obunachilar, kelinglar, bizda qor yog'yapti. Vau, mana bu to'plarni qaranglar. Vau, obunachilar, bular вообще tez yog'ib ketyapti. Mana bular muzlab qolibdi уже. Yo'q, obunachilar, xabar assalomu alaykum. Biz juda ham maza. Jenursin, bu nima bo'ldi? Mayli, Minecraft bagi bo'ldi shekilli. Yetil bizda qor yog'yapti. Let's go. Kez mayli, hasil. Bizda qor yog'yapti. Mayli, bo'pti. Xayr. Давайте biz kecha merga buyurilgan ishni qilishimiz kerak edi. Soat 8 bo'lib ketdi. Men 6 da turib qilishim kerak edi. Uxlab qolgan hamaylar o'ynachilar. Xo'sh. Jonim men ishimni qilishim kerak. Nimaga kech qolding? Kech qolganim yo'q, janob mer, просто tak men birozgina kechikibman. Hozir mana sovg'alarni hammasini tarqatib yo'q qilib chiqaman. Janob mer, siz xavotirlik qilmang. Bo'pti, eshikniyam sovuq. Hop, mana. Tak obunachilar, давай. Biz mana bu archachani biz qayerga qo'ysak bo'ladi? Archachani birinchi o'rinda biz mana shu yerga qo'yamiz va biz sovg'alarni birin-ketin mana shunday qilib joylab chiqishimiz mumkin bo'ladi. Xatiya obunachilar, ko'rishlar mumkin, bizda o'zi juda ham kech bo'lib ketdi obunachilar. Sizlarga aytsam, hamma yetlar uyg'onguncha tez qilib chiqishimiz kerak obunachilar. Biz hamma
gadjetlar uyg'onguncha o'zlarini sovg'alarini olishini kafolatini berishimiz kerak. Qishlog'imizda juda ham ko'p chet ellar yashaydi, ayniqsa bizga yangi turistlar ham ko'chib kelgan, yo'q, shularga ham sovg'asini qilib berishimiz kerak, bo'lmasa bizni qishlog'imizdan xafa bo'lib ketishadi. Xaytga obunachilar bizdan albatta xursand bo'lib ketishlari uchun qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. Bu yerga juda ham ko'p sovg'alar qo'yishimiz kerak, shuning uchun xohlagancha qo'yib tashlayapman obunachilar. Xo'sh, mayli, jon ursin, bular eshikka qo'yiladigan narsa edi-ku, yo'q. Mayli, obunachilar bo'ldi, menimcha shunchasi yetadi shekilli. Bular ichiga birorta narsa sovular ekan, o'zi qulib ekan obunachilar. Davayda qolganini ham mashitga tashab ketamiz obunachilar. O'zlarini mashitdan topib olishadi. Da, let's go. Davayda endi bo'lsa kelinglar, men bunaqangi marjon bir nima tushunmayman. Nimaga unaqangi xafa bo'lyapsan? Ey, birodar, axir yangi yil yangi yil bo'lsa yaxshi-yu. Menga yoqmaydi. Ha, mayli. Bo'pti, biz uyimizni birinchi bo'lib biz uyimizdan boshlaymiz. Davayda eshigim ochilib qoldi, mayli, obunachilar ozgina bak bo'lib qoladi. Endi mayli, obunachilar ko'z yumamiz bunga. Davayda bomishlarni uyga ham davayda bitta yopishtirib qo'yamiz. No'xatga obunachilar eshik yopiq ekan, obunachilar, men bir yaxshilik qilaman. Nima bo'ldi? Bo'pti, let's go. Bo'pti, bo'lmasam obunachilar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, videoga like bosib qo'yinglar. Do'shingizlarda anaqa qilaman obunachilar. Let's go. Davayda hamma uylarga biz bunaqangi narsalarni qo'yib chiqishimiz kerak va qishloqda cho'tki qilib bezatib tashlashimiz kerak obunachilar. Mana merdi uyiga ham qo'yamiz va mana bu uylarga ham qo'yamiz. Mana shunday yaxshi. Jiyinurson, qishlog'imizda bunchalar ko'p uy bo'lmasa obunachilar charchab ketyapman. Bularga qo'yaman deb hammaylar bu uyini yonida turaversin. Xo'sh, yaxshi, mana shunday. Obunachilar, dashi mana bu yerda ham uy bor ekan. Obunachilar, mana shu ko'chib olsammikin? Juda ham zo'r joyda joylashgan ekan. Xatga obunachilar, boshqa safar mana shu uyga ko'chamiz. Xo'sh, bu yerda ham ko'zni yetsa juda ham yaxshi. Va biz mana bu uylarga ham qo'yishimiz kerak. Mayli, ishda mayli, o'zi to'g'irlab oladi. Obunachilar pastga tushib ketibdi bilmasdan deymiz. Davaydi bo'ldi, cho'tki hammasi mana shu oxirgi 3 ta uy qoldi. Как раз, davaydi, let's go. Xo'sh, juda ham ajoyib bo'ldi obunachilar. Sizlarga aytsam, menimcha sizlarga ham juda ham zo'r tuyulyapti obunachilar. Let's go. Bo'lmasam uylar tepasiga mana bunaqangi chiroqchalarni qo'yib chiqamiz. Juda ham qishlog'imiz chiroyli ko'rinishi uchun. Xatya, davaydi, let's go. Davay mana shu yerlarga qo'yib chiqamiz. Obunachilar, bo'pti. Короче, sizlar bilan maestro'mik bo'ldim. Sizlar zerikib qolmasliklaring uchun mana qishloqda bezatib tashladim obunachilar. Bo'lmasam qolgan ishni o'zim qilaveraman. Hozir kamera bilan vobshe ulgurmayapman obunachilar. Men tezroq ishni tugatishim kerak sizlar. Chunki короче video tugadi.